bütün Şarkı Türkistan halkı bir ağızdan sözleşimiz lazım. Bular hazırki davrda mustaqillik meselesinde hem yüzümüzün arzusunun mustaqil buluş ekanligini ve bütün Şarkı Türkistan halkının mustaqil buluş ekanligini hemmiyede deyişimiz lazım. Ama bazı unda qaraydı, bazı bunda qaraydı desek vatanga xiyonat qilgan bo'lamiz, millatga xiyonat qilgan bo'lamiz, Alloh va Allohning rasuliga xiyonat qilgan bo'lamiz, ham o'zimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Balki Xitoy tarafidan ming sujurlib ketgan manqurtlar bo'lishi mumkin. Xitoyga ishlaydigan milliy munofiqlar, xoinlar bo'lishi mumkin. Ular vazifasini ado qilish uchun ta'til so'zlaydi. Ularga bu tabliğ kar qilmaydi, to'g'ri so'zni kar qilmaydi, davom qiladi. Ammo o'zimizning Xitoyga ishlamaydiganligimizni, o'zimizning normal inson ekanligini biz hammamiz o'zimiz bilamiz. Agar o'zimizni normal bir inson Xitoyga ishlamayman deb qarasak, davoni xalqaro qilamiz. Agar o'zimizni normal bir inson Xitoyga ishlamayman deb qarasak, davoni xalqaro qilamiz. Agar o'zimizni normal bir inson Xitoyga ishlamayman deb qarasak, davoni xalqaro qilamiz. Agar o'zimizni normal bir inson Xitoyga ishlamayman deb qarasak, davoni xalqaro qilamiz. Xalqarodan Sharqiy Turkiston xalqining eng oxirgi orzusining mustaqilligini asliga keltirish ekanligini, Sharqiy Turkiston degan vatanning Xitoyning bir parchasi ekanligini, biz mustaqillik degan vaqtda Xitoy zaminini bilib olish emasligini, u vaqtda Xitoy Xinjiang deb atagan, ya'ni asli ismining Sharqiy Turkiston ekanligini, u vaqtdagi insonlarning Xitoy emas, u Türk xalqi ekanligini ochiq oshkor ahamiyatda deyishimiz lozim.